Assalomu alaykum, hurmatli bizani kuzatuvchi obunachilarimiz. Kelajak ta'limdan boshlanadi loyihamizni keyingi sani mehmoni Islombek bo'ladi. Islombek o'quvchimiz bizada o'qib, hozirgi kunda Gurlanda o'z ish faoliyatlarini yuritib keltirlar. Loyihalar bilan ishlab, o'zlarini bilimlari orqali loyihalarga foyda kelib, ularni natija olib chiqib turibdilar. Islombek, xush kelibsiz loyiha. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling. O'zingizni qisqa tanishtirsangiz. Men Xorazm viloyati Gurlan tumanidan Islombek bo'laman. Kelajak ta'lim o'quv markazida o'qidik 3 oy davomida. Keyin o'z bilimlarimiz, tajribalarimiz orqali o'z ustimizda ishlab, Allohga shukr, hozirgi kunda 1-2 proyektlar yuritib, o'zimizni shaxsiy biznesimizdan boshlab yo'lga qo'yib turibmiz. Zo'r. Endi loyihalar nechik bo'lib turibdi hozir? Loyihalar hammasi ajoyib, zo'r. Xo'p, o'qish davrida nechik qiyinchiliklarga duch keldingiz? O'qish davri endi har bir odam o'z ustida ishlasa, to'g'ri yo'nalish berilsa, o'sha o'z ustida ishlab, harakat etsa, albatta u rezultatga erishadi albatta. Normalni bo'ladi hammasi. Mehnatdan qochmasa. O'z ustida ishlab, harakat etsa, chotki bo'ladi. Zo'r. Endi qarang. Loyihalarni topishda nechik qiyinchiliklar bo'ldi, yo o'zini o'zi chiqdimi, yo danishlar orqali keldimi? Yo'q, o'zini o'zi chiqib qolmaydi, hech yerda ham harakatda bo'ladi hammasi. Shu tanish bilish birinchi o'rinda. Shu o'z ustimizda ishlaganimiz bois aytilgan, surishtirilgan, boshqa aytilgan shu bo'yicha proyekt olib ishlab boshladik. Zo'r. Proyektda nechik qiyinchiliklar bo'ldi? Proyektda eng boshida o'zi to'g'ri kontent plan tuzish kerak. Shu bo'yicha boshida ozgina qiyinchilik bo'ldi, to'g'risini aytish kerak konkretni. Kontent planni tuzildi, mobilograf o'zimizda xodimimiz bor. U bilan birgalikda ishlab, keyin target reklama bo'yicha ketadi-ku keyingi etapda. Targetdan boshida ozgina bir 1-2 joyida bir qiyinchiliklar bo'ldi. Keyin to'g'rilab, o'rganib, izlanib, ustomizdan maslahat olib, ustozimizdan hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Allohga shukr. Zo'r. Hozir natijalaringiz shunday yaxshi. Xo'p, qarang, hozir yana bizanga o'rib turibdilar-ku. Bizanga o'rib turgan odamlar, endi yoshlari, ota-onalari o'rgandingiz, o'qidingiz, qiyinchiliklaringizni aytdingiz. Endi bularga chek qiziq. Chazon pul topishi qiziq. Chek endi har bir odamning o'zina bog'liqda u. Endi proyekt egasi, tadbirkor bilan, normalniy biznes egasi bilan suhbatlashib, o'zindagi bor narsani bir tushuntirib, qobiliyatini ko'rsatib bilsa, rezultatlarini shu bo'yicha gaplashib, normalniy bo'ladi. Hozirgi kunda o'zimni proyektim hozir Gurlan avtosalonda SMM menejer bo'lib ishlayman. Oylig'ini keladigan bo'lsak 600-700 atrofi. Xo'p. Necha loyiha shunda? Hozirda 2-3 loyihamiz bor. Keyingisi texnika do'koni, maishiy texnika sotiladi. Undan ham bor 300-400. U yerga oyinda misol uchun birinchi aytib o'tgan proyektimda haftada dum bo'lmaganda bir 2 marta, 3 marta borib, xabarni olib turaman bu yerdan. Shuning uchun summasi shunday. Keyingi proyektimda bo'ladigan bo'lsa, u 300-400 lik proyektda u onlayn emas. Borilmaydi u yerga. Hamma narsa onlayn bajariladi. Masofadan. Masofadan shunday. Zo'r. Xo'p. Endi qarang. Hozir 300-400, masalan 300 da bo'lsak, keyin uni 500 da bo'lsak. Bu Xorazm sharoitida yetadimi, yetmaydirmi? Hozircha yetadi. Lekin ishlasang yaxshi. Yana 1-2 proyekt yuritib bilamiz. Hali kuch bor, yana loyiha olisha. Albatta. Zo'r. Endi qarang. O'qidingiz, ish topdingiz, ishlab yuribsiz, o'zi chek bor, to'g'rimi? Yana soha bo'yicha o'zingizni ustingizda ish
o'qib, ishlab, yana o'qish niyat bormi? Albatta, bu narsada to'xtab qolish bo'lmaydi. Uchun deganda bu ijtimoiy tarmoq boshqa narsalar o'zgarib turadi. Shuning uchun to'xtalish umuman mumkin emas bu yerda. O'zi leboy sohada ham xohlagan turdagi kasb bo'laman, hunar bo'laman, izlanishdan to'xtasang o'zi qoladi u. SMM sohasini ko'pchilik o'ylaydi-ku. Video olib, video qo'yasan. Shunday soham ekan bu? Yo'q, unday emas. Ko'pchilikda shunday fikr bor, ya'ni videoga olaman, rasmni montaj etib turib, videoni montaj etib, shuni profildan postga joylashtirib bersam, shu SMM deb o'ylaydi. U mobilografiya. Aha. Bu boshqa soha. Endi o'zimning fikrimda. Aha. Mobilografiya boshqa, oddiy misol etib tushuntiradigan bo'lsam, endi qiziqqanlar uchun SMMni как будто bir shifokorlik deb oladigan bo'lsak, doktorchilik. Ava. Buning ichida etaplari ko'p bu. Ko'z doktori отдельный, quloq doktori отдельный, travmatolog boshqa, sohalari ko'p. SMMdan bir yaxlit etib oladigan bo'lsak, etapma-etap ichida bo'laklari ko'p-da, sohasi. Shunday. Lekin har kim o'zini yo'nalishi bo'yicha ketgani yaxshi. Uchun deganda bir odam ham mobilografiyani ishini, mobilografni ishini, ham targetologni yoqadigan reklamalarini, ham content plan, ham copywriterlik hammasini uspet etish ozgina qiyin. U уже professional darajada bo'ladigan bo'lsa, iloji bor, yo'q emas. Lekin har kim o'zini sohasi bo'yicha ketgani yaxshi SMMda. Videoni olishda yaxshi tushunadigan odam mobilografiya bo'yicha ketsin. Reklamani zo'r yoqami, targetolog bo'lsin. Pro targetolog bo'lsin, professional bo'lsin, zo'r bo'lsin. Shundayda. Zo'r. Azina nuqtasini urdizdan, ishi gapda nuqtasini urdiz. Nechun deganda hozir Xorazm bozorida mobilografiyani biladigan inson chiqib turibdi-da, men SMM etib bilaman, unda etib bilaman deb ki biznes egalarida bizani soha bo'yicha tushuncha ozgina yomonlashib qoldi. Ya chiqib turadidan 10 video qo'yib beradi, 15 video qo'yib beradi, o'sha biznes egasining xayoli, bola ko'rib video qo'yib beradi ekan dedi. Lekin undan hech narsa bo'lmaydi axir. Endi gapingizni bo'ldim, o'zimning fikrimni aytib o'tsam shu joyinda. Misoli oddiy bir haftada 7 kun bo'ladigan bo'lsa, biznes egasining profilini, ya'ni Instagram akkauntini kunda bir xil narsa qo'yib borish u eng noto'g'ri narsa. Har kun har xil narsa qo'yish kerak, kontent ustida ishlash kerak, qiziqtirish kerak. Uchun deganda Instagramdagi obunachilar hozir har kun qiziqib ko'radi. Kunda bir xil tema chiqaversa, uje отпискani bosadi, ya umuman qiziq emas u tovar ham, u profil ham. Shuning uchun kontent plan ustida ham yaxshigina ishlash kerak birinchi o'rinda. Zo'r. Endi yoz bizani ko'rib turgan yoshlarimizga zo'r maslahat berdingiz. Endi xudo xolasa qarang. Bizani yoshlar ko'rib turibdi. Bizani yoshlar ko'rib turgandan keyin ular biza siz shunday aytishingiz kerakki, sizlar ular pula qiziqib kirsinmi bu sohaga, ya o'zlari yaxshi ko'rib, o'zlari shu soha bo'yicha ertang pro marketolog bo'laman. Bu marketingga birinchi qadam-ku. Shuning uchun marketingni zo'r bilaman deb qiziqib kirsinlarmi? Nima deb maslahat berasiz? Pulga qiziqsa 99% o'ttiradi. 30'adı. Aniq. 99%. O'zina minusda xullas. Shu ishni, shu kasbni, hunarni bir egasi bo'lib, shu sohani bir kelajakda shu soha bo'yicha bir oilamni tebrataman, o'zimni bir moliyaviy jihatdan ta'minlab bilaman deb bir qiziqishlar orqali bir o'rgansa, pulni birinchi o'ringa qo'ymaydi. Shu bo'yicha o'rganib, izlansa, o'z ustida ishlasa, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi rezultat ham. O'zidan o'zi chiqib keladi hammasi. Professional bo'lib, asta o'z ustida ishlab boshlasa. Endi tajriba to'plash uchun baribir vaqt kerak-ku. Yillar davomida to'planadi u. Bu soha diplom shartmi, oliy ma'lumot shartmi? Yo'q. O'zim ham o'rta maxsusdaman. O'zingiz o'qiysiz. Zo'r. Oliy ma'lumot kerakmi ichida? Yo'q, hech oliy ma'lumot boshqa. Mehnat etsa, hamma narsa bo'lib turibdi. Qiziqish bo'lsa bo'ldi. Xo'p. Yaqinda bir narsa aytdingiz, mashina oldim deb. Gentra avtomobilni olibsiz. Xorazmda ham SMM orqali olsa bo'ladi ekan-da shunday avtomobillarni. Undan ham yaxshilarni olsa bo'ladi. Zo'r. Xorazmda yana viloyatda bizani masalan, mana Gurlandanlar
Mesela Qo'shko'pirdan ko'rib turgan bo'lsangiz, aytali Bag'atdan, Xankadan, nerdan bo'lsa ham ko'rib turgan bo'lsangiz, yana sizga bir misol, Xorazmli Gullanli bola, ya bir Urganchli, ya Xivol emas. Ko'rib turganingizda endi ular shaharda, ya ular sentrda didon bo'lsangiz, endi bahona. Har kim o'zi harakat etsa, hamma narsa erishsa bo'ladi ekan. Gullanda bo'lib turib ham aytib turibdilar. Ko'rib turibsizlar. Men vandaman, men bandaman deb o'zingizni bahona etmang, mehnatdan qochmang. Hozir aldimiz xudo xolasa bir 2-3 oydan keyin yoz kanikula chiqasiz. Maktab o'quvchisi bo'lsangiz, sizga tavsiya hozirdan o'rganib boshlasangiz. Islombek, sizni yoshingiz yaxshi uylanib, endi 30 ga qarab boryapsiz, oilalisiz. Ko'pchilik aytadi, meni yoshim ulg'ayib qoldi, men kompyuterni tushunmayman, menga to'g'ri kelmaydi. Men yoshim ulug'ji, bu yoshlarni kasbi, men o'rganib bilamanmi, o'rganib bilmaymanmi degan savol beradilar-da ko'pchilik. Sizga savol berilsa, nima deb aytasiz? Bu narsada yoshni qizig'i yo'q. Birinchi o'rinda shu vaqt ajratib bilish kerak. Ya, o'g'il qiz farqi yo'q. Umuman. Prosta ishlash kerak, mehr berish kerak. Hozirgi kunda mana zamonaviy kasblar deb bemalol aytilib turibdi, qachondan beri. Zamonaviy kasb bo'lgandan so'ng ishlash kerak to'lqa bo'lgani. Bir notebook olinadi, telefon bo'lsa, mana hammada bor. Taxlab, o'rganib, bilimni olib, rezultatga erishish kerak bo'lgani. Zo'r. Xo'p, qadrli obunachilar, endi loyihamizni yakunlaymiz. Shu radon gaplashdik. O'zingizga bir manfaatli bir narsa olgan bo'lsangiz, izohlarda, kommentariyada yozib keting. Biz ham bundan xursand bo'lamiz. Shu Islombekga o'xshagan yaxshi natijaga chiqib yurgan o'quvchilarimizni, yana shu kelajak ta'limda ekanligini bilgan o'quvchilarimizni sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Ularni ommaga tanitishda davom etamiz. Siz ham o'z ustingizda ishlang. Siz ham xudo xolasa yaxshi ishlasangiz, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Islombek, tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga. Kelajakdagi ishlaringizga omad. Obunachilarga gap so'zingiz bo'lsa, oxirgisi. Endi obunachilarga bu narsani, bu videomizni ko'rib turgan bo'lsangiz, albatta bu sohaga qiziqasiz. Shu bo'yicha o'qib, izlanaman desangizlar, albatta shu birgina tanlov kelajak ta'lim. Zo'r. Kelajak ta'limga kelasizlar ekan. Yaxshi tilaklar uchun sizga rahmat. Kelgusi ishlaringizda omad. O'zingizni ustingizda ishlashda davom eting. Bizlar ham sizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Sizni yoshlar Xorazmda ko'payishini bizdan tilakdoshimiz, niyat etib yuribmiz. Rahmat, sizlarga ham kuch-quvvat. Rahmat. To'xtamayman. Sog' salomat bo'linglar.